Do'stlar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Aziz obunachilar, Gazabloy muxlislari. Erta tongdan xudo xolasa bugun 30-sentyabr 09-25-yil mana. Seximizdan chiqqan g'ishlarimiz двойной, тройной tuplitel bo'lingan. Mana sushilkamiz bor. G'ishlarimizni bir qator ko'rsatib o'raylik mana. Parlar bilan mana g'ishlarimiz ichkarida turibdi. Xudo xolasa behijolat. Kimga zarur bo'ladi desa shunaqa obunachilarimiz, Gazabloy muxlislari avtomat reskamiz kesiladi. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketay. G'isht holatini chiqar ekan. Ta'kidga xudo xolasa 70-80% qurigan holati bu. Bemalol ko'tarib ursiz, chidamligi, ushasangiz mana holati. Xudo xolasa obzor qilib bir ko'rsatamiz. Samaringiz, maqlar qanday holatda, qancha kilo ko'tarishi, shu narsalarda bir haloroq bir obzor qilib jo'natib, bir videosini olib ko'rsatamiz sizlarga. G'ishlari biz a'lo darajada, razmeri 20 ga 30 ga 60. Shunaqa g'ishlar kimga zarur bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Xudo xolasa mana barzlar chiqishini qarang, ichkaridan chiqqan g'ishlar. Endi sizlarga ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi bilmayman. Farg'ona bo'ylab xudo xolasa 18 mingdan dastavkasini yetkazib beramiz. O'zi joyida 17 ming so'm. Kimga shunaqa g'ishlar zarur bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar mana. Xudo xolasa seximiz kuniga hozirgi kunda 250 tadan chiqaryapti. Sutga ishlaydigan bo'lsa 500 ta g'isht chiqaradi. 550 marka. 550 marka do'stlar, mana ko'rinayotgan bo'lsa 550 marka sementdan foydalanamiz. Xudo xolasa behijolat. Like bosib, kommentariyani gumbulatib o'ringlar do'stlar. Katta rahmat.